Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Mr. Jog. Bugungi videomizda Minecraft, lekin biz vaqtni boshqara olamiz. Hammanda boshladik. Ay, zombiga urishmoqlar. O'lib qoldi. Уже boshidan shuncha jonim ketdi. Hop. Da boshladik. Aytgancha. Mana bilan bossam bo'lardi. Kallamga qo'ying. Qancha do'stlar kommentariyaga yozib qo'yinglar, shaderga baho beringlar, qaranglar. Bu shaderning oti o'zi kompyuter uchun, lekin telefon versiyasini ham topdim. Shuning uchun Solas shader oti. Sizlarga ham kerak bo'lsa, kommentariyada Telegram kanalimning silkasini qoldiraman, o'sha yerda topishlaringiz mumkin-da, shu. Короче, shu shaderda. Unda biz boshladik. Bu yangi versiya, shuning uchun hammasi g'alati ko'rinadi. Eski versiya o'ynab o'rganganlar uchun aytyapman. Xo'sh. Nima qilamiz? Maqsad hozircha aniq emas. Shuning uchun hozircha bilmayman. Bu nima ekan? Cho'chqa ekan, yo'qolay. Bizda vaqtni boshqara olamiz debam, lekin nima qila olmaymiz. Bar instrumentlar kerak. Aytgancha sizlar buni ko'rsatdim-ku, mana. Sizlar shunda sinab ko'ramiz. Bu vaqt to'xtatadi. Ana. To'xtadi. Keyin bunda vaqtni orqaga qaytaramiz. Bu yashil nima deysizlar mumkin? Bu yashil sheriklaringiz bilan o'ynaysizlar-ku. Ana shunda sheriklar ham o'sha o'yinchini qotiradi-da, короче. Xo'sh. Vaqt qotirganmidi? O'yinchi uchun qotirdim ketgancha. Agar ovozi eshitilmagan bo'lib qolsa, Minecraft ovozi eshitilmagan bo'lsa, ovozni yoqish esimdan chiqdi, shu uchun uzr. Xo'sh, biza endi instrumentlarni olsak ham bo'ladi. Shu kanalga like bosib obuna bo'linglar. Tezroq shu 50 mingta iloyim bo'laylik, 50 mingta, lekin 50 ta demoqchi edim, adashib ketdim, uzr. 50 ta bo'lsak stream qilmoqchi edim, shu uchun. Tezroq 50 ta chiqarik. Atiga 2 tagina obunachi qoldi. 2 ta obunachi ham tezroq kelsa, biz yakshanba kuni yo shanba yo yakshanba stream qilamiz-da. Agar shu videoda ko'p prosmotr yoqsa, streamda bitta o'zim o'ynamayman. Yo obunachilar olaman yoki jo'ralarim bilan o'ynayman. Xo'sh. Bularni bunaqa taxtaga aylantirib olaylik. Yana kerak-ku. Verstaga emas. Cho'pdan kerak bo'ladi. Xo'sh. Birinchi navbatda kirka yer tagiga olgan deydi. To'g'risini men bunaqa dahshat shaderda endi o'ynayapman-da sizlar bilan. Birgalikda o'ynayman, bunaqa qilmaydi deb ataylab sizlar uchun o'ynamay turgandim. Shuncha mehnat uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Tezroq 1000 ta bo'laylik.
Xo'sh, endi chiqamiz. Mana. Xo'sh, bizga bitta kirka, bitta topor kerak. Boshqasi kerak emas. Endi bilan tashlaamiz. Albatta keraksin. Buni bu yoqqa olib qo'ysak ham bo'laveradi, chunki bizga hozircha kerak emas. Chunki biz 2 kishi o'ynayapmiz. Agar sizlar aka-ukalaringizni, agar aka bo'lsangizlar, uka-akalar bilan, короче, bemalol o'ynasangizlar bo'ladi. Aytganda, mod Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanal ссылкасы esa kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, endi biz ovqat to'playmiz. Ovqat tayyor. Kechirasizlar agar oldingidan boshqacha yomonroq o'ynayotgan bo'lsam, men boshqacha joystikda o'ynab ko'ryapman-da, mana o'zim joystikimda emasda. Unda sal qiyin ekan, lekin o'rganish kerak bor. Tezroq ovqat yeyolmay ekan. Ama faqat aftimizga tupuradi. Shuncha to'rasanda qochasan. Buni yugurish qaysi endi? Qani yuguraman bunda? Qani yuguraman? Joystikni o'zgartirib olayim. Xo'sh. A few moments later. Xo'sh, mana joystikni almashtirdim. Endi bemalol oldingidek mazza qilib. Bar oldingi joystik yaxshi ekanda, ularda o'ynash anchagina qiyin ekan. Hozir sinab ko'rmoqchi edim-da, yoqmadi. Bolang bor ekan, bir marta kechirdim. Xo'sh, ketishyapti. Biz qo'y topishimiz kerak. Nima bo'ldi? Shalloqmi, nima shalloqmi? O'shanaqa mavjudotda, короче. Ay. Stop. Mana ekan. Vaqt qanday qotiraman demoqchi edim. Qanday qilaman-da? Yaqinlasha olmaysan. Alam olish payti keldi. O'ldirib qo'ydim. Qanaysi? What? Bro, what are you talking about, man? Qanaqasiga? Qanay bu hozir portladi. Вообще hayronman. Endi creeper oldiga barib boryapman. Yo'q. Vaqt o'tgan. Yo'q, tushunmayapman-da, nima ular oldiga borsam o'tyapti. Host keretdini. Ozgina joydan turadi, ko'rnika joydan. O'ta o'zsi. Sekin kesandir. Ot. Ana. Ya ana. O'ziga aytibdi-ku. O'ziga qaytib ketdi. Shunda hozir ertalab bo'lmaydi.
qo'tsa ertalab qilolmayman demoqchiman-da. O'sha bir panaroq joyga o'tib olishim kerak-da. Shuncha mehnat uchun kanalga like bosib, obuna bo'ling. Xo'sh, agar shu videoda prosmotr shunday zo'r bo'lsa, kommentlar ham bomba bo'lsa, likelar ham bomba bo'lsa, ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilaman. Uchun kanalga like bosing. Qanday qilinadi? Qilinadimi bu? Qilinadimi? Shu Bedrock versiyaligi bilinadi. Baglar ko'pdami? Hozircha nima qilamiz? Tushunmayapman. Kallamga zo'r qo'yib keldim. Kech qolmay yurish yoqmayapti-ku. Nima qilamiz? Endi esa nima qilamiz? Bitta yopamiz. Keyin esa boshqa. A few moments later. Mana. Ana. Yoqmayapti menga. Cho'ch. Tovuq. Ana. Aytgancha bu shezerdi versiyasi 1.21.70 patchmi? Shunaqa. Stream bo'lishini xohlasa kerak. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosing. Keyin esa ko'proq prosmotr, komment. Короче, hamma narsa bomba hisoblab, streamim bomba chiqadi. Aktiv pasaygan. Xo'sh, tezroq aktiv balandlatsak, videolar normalniy prosmotr bir 2K ko'rsada, normalniy bo'ladi-da. Xo'sh. Hozir bizga jonim ketmayapti nedir? Suvda qoldi ichi. Bitta qishloq qidiraylik-da. Bunaqa bo'lsa, maqsad nima qilamiz? Maqsad shunchaki maqsad kelmayapti. Maqsad shunchaki o'ynash.
Xo'sh. Sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Bu yangilik endi men ko'rayotgan bo'lsangizlar, videolarim bittasi 2 haftada, bittasi bir oylab shunaqa kam chiqib qolyapti-ku, shuni to'g'rilash uchun har haftada juma yo shanba yo yakshanba kunlari video chiqarmoqchiman-da. Aktiv pasaygani ko'rib shunday bugun video chiqaraman deb qoldim-da. Bo'lsa jumagacha kutsangizlar, menimcha video chiqmaganiga 3 yo 4 hafta bo'libdi. Shu uchun bugun video chiqarishga qaror qildim. Xo'sh. Hozirgi navbatda nima qilamiz? Hozircha qishloq topaylikchi. Bilan olamiz. Xo'sh, aytgandek qishloqcha qidirishga harakat qilamiz, agar topilsa, bilmayman. Xo'sh. Biz qaysi tomonga qarab borsak, qishloqcha chiqadi. Har doim omadim kelib bir qishloqcha spam bo'lardimi, esiz. Shu safar omad bizdan yuz o'girdi. Lekin mana bu g'orga o'xshagan joyda aytmayman, men aytdim. Deb. Nimaligini bilsanglar kerak. Xo'sh. Minecraftda ko'p uchrayotgan narsa demoqchi edim. Menimcha boyagi joyga qaytib keldim. Ko'nglim sezyapti shu. Mekandir. Shu uchun qaydan bildingizlar? Qo'qlar bor edi, adashmasam. Boshqa yerdan bormikin? Tepaga chiqaychi. Uca tushib ketadi. Parkur. Hozir poplaymiz. Hozir. Opa. Chiqqanimdan qilishim kerak deb o'ylayapman, sakrashim kerak deb. Kalam shunchalik zo'r ishlab ketsa, Amerikadan chiqqan bo'lardim-da. Boyundan bir urinayotgandan ko'ra. Hoppa. Buni nima qilib baxonoqsa bular? Mana berib bor ekan. Nima taporsina o'zi. Qo'yib olamiz. Joyga qo'yamiz. Keyin ketamiz. Ana. Uchta jetillarni kiyimga o'xshagan jum bo'ldi. Ulardan o'zimizga kirib olsak bo'ladi. Lekin ko'p ovqat kerak. Ana sindi. Kirgan pashti hech qancha ishlatmagan ekan. Xo'sh. Maqsad bo'ladi. Qishloq to'rt tomonga borsam yo'q bo'lsa kerak. Hatto biz taygada bizda
tagida qishloq ko'p bo'lishi kerak o'zi aslini olganda. Yana qovoq bormi ichida? Xuddi bitta qanot orolga tushib qo'yganman, hamma yoq bir xilni. Buni ham qo'yib ko'rdi. Nima qilamiz axir? Yurib ketaveramiz to'g'riga qarab. Dalga to'g'ri deydi. Boshimiz oqqan. To'g'riga qarab ketamiz. Отравление bilim. Minecraft'da hayotda emas. Xo'sh. Max biladi. Bil, просто maqsad yo'q. O'yin tugadi. Tamom. Xo'sh. Keyingi qismida qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hozir o'zimga ham yoqmadi uncha, lekin yangi video ko'rishga arzirli. Sizlar uchun bomba narsa qilib beraman. Endi vaqt to'xtadi. Lama soramiz. Sizlar uchun. Nima bo'ldi? Hammaga xayr do'stlar. Keyingi qismda ko'rishguncha tugadi. Aytgancha kanalga like bosib, obuna bo'ling. Videomiz tugadi.